Pulingizni sarflashning eng ma'nosiz, ammo obro'li usuli qanday? Iqtisodiyotda asosiy qoida mavjud. Odatda agar tovarning narxi oshsa, talab kamayadi. Ammo tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, hozirgi kunda narx qanchalik yuqori bo'lsa, ishtaha shunchalik yuqori bo'ladi. Bu Veblen effekti deb ataladi. 1899-yilda Torsten Veblen tomonidan asos solingan ushbu nazariyaga ko'ra, bugungi kunda odamlar aslida sumka, soat yoki mashina sotib olishmayapti. Ular men sizning qo'lingiz yeta olmaydigan joydaman deyish imtiyozini sotib olishmoqda. Ko'zga ko'rinadigan iste'mol deb ta'riflangan bu paradoksda odamlar mahsulotning o'zi uchun emas, balki uning atrofida qurilgan ajralib turish devori kirishning iloji yo'qligi va u taqdim etadigan ijtimoiy mavqe, ya'ni status uchun pul to'laydilar. Ba'zi brendlar hech qachon narxlarini tushirmaydilar, chunki narxning bema'niligi istakning haqiqiy yoqilg'isi hisoblanadi. Endi ko'p pul to'lagan yakuniy mahsulotingizni ko'rib chiqing. Siz tovarni ehtiyoj uchun sotib oldingizmi yoki shuncha boshqalarning hayratini ijaraga oldingizmi? Videomizni tomosha qilganingiz uchun tashakkur. Agar sizga yoqqan bo'lsa, izohlarda bizga xabar bering va shunga o'xshash boshqa videolar uchun obuna bo'lishni unutmang.